Assalomu alaykum. Hozirda biz Plaspex zavodimizda to'g'ridan-to'g'ri dehqon akamiz kelgan. Aynan o'zlarini quruq mevalarni ishlab chiqarib, aynan ushbu paketimizga qadoqlamoqchilar. Xo'p, hozir ularni fikrlari bilan bo'lishamiz sizlarga. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamasdan? Rahmat. Nimaga aynan bizni zavodimizdan o'zingizni shu mahsulotlaringiz uchun ushbu paketimizdan xarid qilasiz? Bu salafan paketlarimiz avvalo sifatli, Aha. tiniqligi juda chiroyli, yarki mahsulotni juda chiroyli ko'rsatib beradi. Bizni quruq mevalarimizni Mhm. maxsus shu paketlarga upakovka qilamiz, qadoqlaymiz. Hamyonbop, Hamyonbop, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan to'g'ri shu bir joydan olamiz. birinchi qo'l sifatida. Birinchi qo'l olamiz. Avvallari uncha-muncha bozorlarda qidirganmiz. Boshqa bo'lgan, mana hozirgi kunda yaxshi Bo'lsa ham narxi o'zimizda- qimmatroq bo'lardi. bo'lgan o'sha bozornikidan bu ancha arzon. Demak, siz hozir shu paketimizga quruq mevalaringizni Faqat upakovka quruq qilib, meva. Upakovka qilamiz. zo'r. Eksportda endi shu firmaga eksport qilamiz. Xo'p, ko'rdinglar, mana bizni o'zimizning mijozimiz doimiy ravishda ancha yillardan beri biz bilan hamkorlikda ishlab keladi va eng o'zi ham xursand bo'lib turgan tarafi bizdan to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'l sifatida o'ziga kerakli bo'lgan paketlardan va aynan o'zini quruq mevalarini o'sha qadoqlash uchun o'zi istalgan razmerda bemalol kelib to'g'ridan-to'g'ri zakaz berib olib ketishi mumkin. Agar sizga ham ushbu turdagi paketimiz qiziq bo'lib kerak bo'lsa, quyidagi nomerlar orqali bemalol bog'lanib, o'zingiz istalgan razmerlarda bemalol zakaz bersangiz bo'ladi.